Cemiyetshunoslik va tarix falsafasi haqidagi nazariyalari hali ham g'arb dunyosida kuchga ega bo'lib kelayotgan, ammo g'arbliklarning nazarida bo'lsa, tarix falsafasining qurg'uvchisi 17-asrda yashagan italiyalik olim Vico deyilgan bo'lsa-mu, amaliyotda uningdan 5-600 yil burun yashagan tarix falsafasining tunji asoschisi, ilmidan musulmonlardan ko'proq kofirlar foydalangan musulmon olim Ibn Xaldundir. Abdurrahman ibn Xaldun milodiya 1332-yili 5-ayning 27-kuni Tunusda tug'ilgan. O'qish yoshiga yetganda Qur'oni Karimni to'liq yodlab bo'lgan. Keynidilla dadisi va o'z davridagi Tunusning mashhur olimlarining qo'lida shar'iy bilimlar, arab tili, tabiat bilimlari, matematika, mantiq, falsafa qatorliq fanlarni o'rganishga kirishgan. Ammo u 18 yoshga kirganda dadisining va ko'p sonli ustozlarining shu davrda butun dunyoga tahdid solgan vabo kasalida vafot tepishi va vabodan omon qolgan olim ulamolar va adiblarning ko'pinchisining Tunusdan Marokashga ko'chib ketishi bilan o'qishi to'xtab qoladi. O'qishi to'xtab qolgandan keyin hukumat vazifalari va siyosiy faoliyatlar bilan mashg'ul bo'lishga majbur bo'ladi. Lekin u fursat topsa o'qish hayotiga qaytish niyatidan qat'iy yonmaydi. U 22 yoshga kirgan vaqtida shu davrdagi Marokashning sultoni Abu Inan bilan billa Fas shahriga ko'chib boradi va Fas sultonining saroyida kotiblik qiladi. Bu mansabga faqat mashhur yozuvchilarla erisha oladi. Ibn Xaldun mushu yashidila adabiyot va yoziqchilik sohasida yuqori saviyaga yetib bo'lgan edi. Shuning bilan uning nom shuhrati Mag'ribning hamma yeriga tarashqa boshlaydi. Ibn Xaldun sultonning kotibligini taxminan 2 yil atrofida qilgandan keyin sultonga suiqasd qilish voqeasiga chetilib qoladi va 2 yil zindonda yotadi. Zindondan chiqqandan keyin vazifasini yana qayta qo'liga olib taxminan 4 yil atrofida davomlashtirdi. Ibn Xaldun Fasdagi vaqtida Andalus va Tunus qatorliq joylardan kelgan olim, ulamo, adiblarda o'qish fursati topadi. Shundaqla u doim Fasdagi eng mashhur kutubxonaga berib kelib o'zini taraqqiy qildirdi, nazar doirasini texnik kengaytirdi. Bu uning haqiqiy o'qish orzusini qondirish fursati bo'ldi. Uningdan keyin Tilsimga ko'chib kelib Ibn Salama qal'asiga borib, Arif jamoatining mehmoni sifatida bu joyda qoladi. U oilasi bilan birlikda bu joyda 4 yil turib qoladi. Bu jarayonda muqimlik va tinch amonlikdan bahramand bo'lganlikdan Muqaddimat Ibn Xaldun, ya'ni Ibn Xaldunning muqaddimasini yozadi. Ya'ni ijtimoiy, siyosiy va tarixga munosabatli asarni yozib qoldirdi. Uning yozgan asarlari shu davrdagi sultonlar, olim va faylasuflarni hayron qoldirdi. Uning nomi atrofga tarqalgandan keyin uni Tunus sultoni Abu Abbas o'zining siyosiy ishlarda yordam berishiga chaqirdi. Halbuki u bunday ishlardan ro'y yongan bo'lib, ilmiy xizmat qilish yo'lini tanlagan edi. Shuning bilan u Tunusdan ketishni qaror qildi. Shu asnoda Tusatdan uning xiyoliga haj qilish o'yi keldi va sultondan takror talab qilib, oxir ruxsat oladi. Shunday qilib Ibn Xaldun Misr orqali haj safariga otlanadi. Ibn Xaldunning nomi Misrga o'zidan burun yetib kelgan bo'lib, Qohira xalqi Ibn Xaldunni nihoyat qizg'in kutib oladi. Har sohadagi olimlar uning atrofiga o'lishadi. U Azhar jamisida bir qancha qatim taklif bilan leksiya so'zlaydi. Misr jamiyati uning darslari va leksiyalarida burun hech anglab boqmagan, atrofliq so'zlangan yangi bilimlar bilan uchrashadi. Bu uning nufuzi va shon shuhratini texmi yuqori ko'tardi. Shu vaqtdagi Misrning hukmdori Zohir Barquq Ibn Xaldunni Qamhiya madrasasida Maliki mazhab fiqhisini o'qitishga mas'ul qildi. Bu mansab Misrdagi eng ustun ilmiy va adliya mansablarining biri edi. Ibn Xaldun Misrda turish jarayonida o'zining tarix asari bo'lgan Tarixil Ibar, ya'ni ibratlik ishlar tarixi degan kitobi bilan Al-Muqaddimat Ibn Xaldun, ya'ni Ibn Xaldunning yozgan muqaddimasi nomli kitobini qayta ko'zdan kechirib chiqdi va oldinqisiga bir qanchalagan bo'laklarni qo'shdi. Ibn Xaldun milodiya 1406-yili 3-ayning 16-kuni 76 yoshida vafot bo'ldi. Dunyodagi faylasuflar va jamiyatshunoslar hali ham uning asriga murojaat qilishdi. Ibn Xaldunning mashhur so'zlaridan bir qanchisini so'zlab o'tamiz. Mag'lub bo'lg'uchi yangichini taqlid qilishga oshiq keladi. Zulm halokatning muazzinidir. Til tafakkurning bir yuzidir. To'g'ri va puxta til yetildirmaganda to'g'ri va puxta tafakkurni yetildira olmaymiz. Sotning chiriklashishi davlatning chiriklashishiga kelib boradi. Huquqning asosi ustunlikning asosi bo'lsa ta'assubiyatdir. Falsafani oz o'qigan kishi ko'p hollarda dinsizlikqa qarab mangdi. Ko'p o'qigan kishi bo'lsa mukammal iymonga qarab mangdi. Insonning o'zining bilmaganligini bilishi ma'rifatning bir turidir.